Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah ve ba'd. Bu Mescid-i Quba deb ataladi. Mescid-i Quba Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem payg'ambar bo'lib kelgandan keyin o'zining Rasulullohning plani bilan, Rasululloh alayhissalomning rejasi bilan qurilgan masjid hisoblanadi bu. Rasululloh Madinaga kelganda mana shu yerga masjid qurishligiga buyurdi va sahobalar mana shu yerga masjid qurildi. Masjid-i Quba mana shu yerda bo'ldi. Bu haqida Rasululloh alayhissalom man tatahhara fi baytihi thumma ata ila masjidi Quba va salla rak'atayn ka ajri al-umra, kim uyida tahorat qilib so'ngra Masjid-i Quboga kelsa, 2 rakat namoz o'qisa, umraning ajri savobi beriladi degan. Shuning uchun hojilar va umrachilar mana shu Masjid-i Quboga kelib namoz o'qishlikni odat qilgan. Hatto sahobiylar jumadan keyin shanba kuni uylarida tahorat olib kelib namoz o'qib ketardi. Nabiy alayhissalom ham Madinadan kelib mana shu yerga namoz o'qib ketardi. Hatto bir-birlariga umra muborak bo'lsin, ajri, savobi muborak bo'lsin deb qo'yishardi deydi.